11. navbatlik Dünya Şərq Türkistonliklar uchrashuvi İstanbulda o'tkazilmoqda. Bu faoliyatga 18 davlatdan vakillar qatnashgan bo'lib, 4 kun davomlashadi. Faoliyatning ochilish marosimi Zaytunburnu Kultur va san'at markazida o'tkazildi. Şərq Türkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati tomonidan o'rinlashtirilgan bu faoliyatga 18 davlatdan kelgan tashkilot mas'ullari, jamoat arboblari va ilmiy sohadagilar boshchiligida muhim kishilar ishtirok qiladi. Xitoyda yosh ishchi soni shiddat bilan tuvanlamoqda. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoyda davlat miqyosida yo'lga qo'yilgan planliq tug'ut qatorliq cheklamalar sababli yosh ishlab chiqarish kuchlarining soni ozlagan. Shuning bilan birga buning Xitoyning kelgusidagi iqtisodiy taraqqiyotiga ro'shan ta'sir ko'rsatadiganligi ilgari surildi. Xitoyning yillardan buyon ijro qilib kelgan tug'ut cheklash siyosati sababli 15 dan 64 yosh orasidagi ishchi sonining 2030 yilga borganda 70 million ozlaydiganligi hamda yashanganlar nopisining 12%dan 17.8% ga chiqadiganligi bildirildi. Amerika Mudofaa Ministrligi Turkiyaning Rossiyadan S-400 havo mudofaa sistemasini topshirib olishi haqida o'tkazilganligi e'lon qilingan axborot e'lon qilish yig'ini aniq bo'lmagan bir vaqtga kechiktirildi. Besh burchakli bino e'lon qilgan tunji bayonotda axborot e'lon qilish yig'inida Turkiyaning Rossiyada yasalgan S-400 havo mudofaa sistemasini topshirib olishiga qaytarilgan inkos haqida bo'ladiganligi va yig'inning 18 dan 15 da boshlanadiganligi bildirilgan edi. Shuning bilan birga NATOning bu yuqori darajalik amaldori Fransiya axborot agentligiga harakatlarimizni va vazifamizning idora qilinishida harbiy kuchlarimizning birlikda harakat qilishi muhim ahamiyatga ega dedi. Rossiyada yasalgan S-400 havo mudofaa sistemasining tunji zapchaslarining Anqaraga yetib kelishi bilan dunyoda zo'r g'ulg'ula paydo qildi. Shuning bilan birga Turkiya dunyoda bu sistemaga ega bo'lgan tunji davlat bo'ldi. Yana bir tarafdan zaminda ham Amerikada yasalgan vatanparvar havo mudofaa sistemasi ham Rossiyada yasalgan S-400 havo mudofaa sistemasi bor bo'lgan tunji davlat bo'ldi. S-400 havo mudofaa sistemasi odamlik va odamsiz har turli aeroplanlarni, shundaqla ham harakat holatidagi ham ballistik boshqariladigan bombalarni vayron qilish iqtidoriga ega. Amerika hukumatining Gretsiyada umumiy qiymati 600 million dollar bo'lgan MH-60R tik uchar aeroplanlari va zapchastlarini setishni tasdiqlaganligi bildirildi. Bu orqali Gretsiyaning NATO ishlariga texmo yuqori saviyada to'kib qo'shilganligi, shundaqla rayondagi tamponlikqa hech qanday ta'sir bo'lmaydiganligi ilgari surildi.